Yana boshqa o'ylanib bu yoqqa kelishga tushundingmi? Kompot, yana bir marta kelaman, ertaga qarab turgan. Hech bo'lmasa boshqa kema o'zingizga grifer chiqib bo'lmaymiz aniqlashona. Ertaga kutgan kompot mana bo'ldi. Bora qolgan grifer ketayani yetdi. Men endi qishloqni ta'minlashim kerak. Hamyon biz o'rganni qaranglar. Hamma do'stlar, kompot mana yangi videomni yaxshi ko'psizlar. Do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, bizning qishloqimizga grifer keldi. Grifer kelib, bizga grifer chiqib ketdi. Bizning qishloqni mamnun qaranglar, obboz olib keldi. Cheredeki oddiy chele olib kelaman. Oddiy chele yaxshiroq bo'ladi. Xullas do'stlar, shunaqa. Bizning qishloqqa grifer keldi. Qo'shni uyini qaranglar, buzilib ketgan. Men uyimni ham, ma'mulani ham ertaga kelaman deyapti. Yana ertaga kelmagin dedim. Nimaga kelayotganini bilasizlarmi? Almazli o'g'lash kelyapti. Chunki bizda almazni bloklar juda ham ko'payib ketdi. Men uyda saqlashyapti. Hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Qatdan topdi desanglar ham sizlarga tushuntirib beraman. Qishloqlar qo'rqyapsizlarmi? Kapot bo'ldi, qo'rqyapmiz. Biz endi qishloqlar qo'rqyapti. Juda ham yaxshi qishloqlar qo'rqyapgan bo'lsa, hech kim mendan tashqari bu yoqqa kirgizmaydi. Bo'ldi, kapot mana hamma almazni bloklar shiyotda turib ketgan edi. Juda ham ajoyib yaxshi bo'lmasa yo'qlang qishloqqa saram turibsanmi? Kapot mana bu yerda turibdi va bu sandiqda ham almazni bloklar yaxshi qishloqlar bo'lmasa, men sizlarga aytaman do'stlar, bu almazni bloklarni bizda shaxtdan topoldik. Hamma qishloqlar bilan biz shaxtdagi tushdik. Juda ham katta almazni ruda topoldik. Juda ham ko'paygan chuqur qaziydik, lekin topoldik do'stlar. Qaq qo'yishi bilmasdan shu yoqqa bekitib qo'ydik. Keyin bu haqida grifer bilib qoldi. Bilmayman qanaqa bo'lib qoldi, lekin bilib qoldi. Shu bizning qishloqga shunaqa almazni bloklar topishga ketdi. Grifer jam qilib ketdi. Ertaga yana kelaman deyapti. Nima qilishni biz bilmaymiz qishloqlar bilan do'stlar. Do'stlar, nima qilishni ham bilmaymiz rostdan. Bu almazni bloklarni bizga berib qo'ymoqchi emasmiz. Ma'mullarni ta'minlashim kerak endi hammasini. Bo'pti do'stlar, men ta'minlab kerak ma'mullarni, keyin o'ylaymiz. Balkim griferni nimadir qilarmiz, kutib griferni chunki yo'q qilmasa bo'lmaydi. Ertaga kelsa 2 marta grifer chiqib ketsa bo'ldi. Qishloqimizga 100% tamom. Yana kompot nima deyapsan? Grifer o'tayapti, yana ertaga kelaman deyapti. Kapot kemasini ertaga bo'ldi yetadi. Bu o'zi savol bilan urishdik-ku. Urishdim ham gaplashib oldim. Grifer chiqildi baba. Nimadir o'ylab topish kerak. Kapot uni yo'q qilish kerak. To'g'ri. Balki bunga tuzoq qo'ysammikin. Kapot qanaqa tuzoq qilasan? Axir u anaqa-ku, grifer-ku o'zi tuzoq qiladi. Hamma tuzoq qiladi, bir-ikkiga biladi. To'g'ri aytasan. Yoki qaqqadir olib ketsammikin. Qishloqlar to'xtanglar. Kapot bo'ylab topdik, gapir. Bitta zo'r narsa o'ylab topdim. Axir u almazni bloklarimizni olishga yotdi, to'g'rimi? Kapot qattaligini bilmaydik-ku, to'g'ri kapot. Bo'lmasa uni o'zimiz chaqiramiz. Nima degani endi kapot? Xullas, qaq qo'ysa ekan, ko'rinmas blokli qilib, qopqonlik qilib, tuzoqli qilamiz. Tushunmayapman seni kapot. Xullas, almazni blok joyi qo'yib qo'yamiz-da, o'sha almazni blok davaychi quduga qo'yib qo'yamiz. Masalan, quduni men almazni qilib qo'yaman-da, o'sha quduni tegi keyin ham kapotdagina almas qo'yib qo'ygan bo'laman. Grifer shunaqa o'ylaydik. Pastga tushadi. Kapot o'zing qilgan bizni ko'rib tursak bo'ladimi? Bemalol. Qishloqlar, davay boshlaymiz bo'lmasam. Olib keldinglarmi hammani aytgan narsalarni? Mana kapot, instrument, almazni bloklar hammasini olib keldik. Juda ham yaxshi bo'lmasa, hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xullas qishloqlar bo'lmasa yaxshilab qarab turinglar. Qanaqa tuzoq qilishni, yaxshi bo'lmasa gubka olib keldinglar. Xullas do'stlar, sizlarga ham tushuntiraman. Qaranglar, birinchi bo'lib biz suvni olishimiz kerak. Mana bu uchunki biz hammasini almazni blokka alishtirishimiz kerak. Nimaga desanglar, kakras ichida almasda bo'ladi ekan. Bizani jinniroqda bo'ladi, lekin biz aqlliroq bo'lamiz. Chunki almazni blokka ichida hech qanaqa almaslar bo'lmaydi. Chunki biz almaslarni hammasini bu yoqqa ishlab qo'ysak ham kerak deb o'ylayman. O'ylaydiki, mana shu qudu almazni, demak ichida almazni saqlaydi bu qishloqni deb o'ylashi mumkin grifer, lekin unaqa bo'lmaydi. Qopqoq qo'yamiz, xullas ichiga etkolni qo'yamiz. Bir ikkita narsalarni o'ylab topdim, ko'rinmas bloklar. To'g'ri, tuzoqlar o'zi qilgan-ku, lekin meni tuzoqlarimga 100% tushadi. Shunga javob beraman do'stlar, qarab turinglar. Davay endi hamma shu bo'lajiklarni almazga alishtirish kerak. Charchab ketdim, lekin hammasini sindirdim endi.
endi bu yoqqa to'rtta blok qazishim kerak. Bu yoqqa to'rtta blok qazishim kerak tepaga. Bu yoqqa ham qazishim kerak. Tepaga chiqib olishim kerak. Avazlashtiraman. Kapot nima qilsan endi? Qishloqlar aytdim-ku, botga mana almazni bloklar qo'yib chiqaman. Mana buni qaranglar, almazni blok ko'pligini. Biz shuni qilib shaxtadan topganmiz shu almazni bloklarni. Almazni blok topmay, ruda topoldik. Almazlarga skrapshit qilganmiz ekanroq bo'lsin-da. Yetsin do'stlar, hammasi yetsin. Как раз yetdi almazni bloklar. Men unaqa tez ketib qoladi deb o'ylamagandim, lekin rostdan ham hamma almazni bloklarni bu yoqqa ketkizib qo'yar ekanmiz-da. Grifer o'yladiki, ichida yana almazni bloklar ko'proq bor. Hammasidan o'lganda bo'ladi hozir. Lekin qishloqlar kompozin romasini qo'yib qo'yadigan bu yoqqa. Yana almazni blok bilan o'rab qo'yadi almazni bor joyiga. Mashina qilib tepaga strelka qo'yib qo'ysammikin, qizil yoki pastiga almazni qo'yib qo'ysammikin. Xolos do'stlar, hozir pastiga tushib olayman. Hoppa, pastiga tushib oldim. Endi men tuzoq qilib qo'yishni boshlayman. Qopqonlar birinchi etap oxirgi desam bo'ladi, chunki bu boshidan boshlayman. Tikonlar bo'ladi. Tikonlarga oxirgi bo'lib tushar. Mana mashina yotgan bo'ladi. Ko'rinmas bloklar qo'yib qo'yamiz. Ko'rinmas almazni bloklar. U ko'rmaydi, modga tursa bo'ladi. Qop-qorong bo'lib qoldi-ku. Mana chiqib olman bu yoqqa. Ikkinchi etap. Bu esa lazer bo'ladi. Lazer albatta, chunki lazerga yetib keladi degan. Даже tikonga yetib emas kerak oxirgi etapga, chunki lazerda уже tamom bo'ladi. Ikkinchi tomondan bilan qilamiz. 4 ta shunaqa qilib hammasini qilib chiqamiz. Xullas do'stlar, hammasi osongina, hammasi oddiygina. Ko'rinmas bloklar qo'yib chiqsam kerak albatta. Keyin eshik qilish kerak bu yoqqa. Chunki o'ylaydiki, o'sha almazni bloklar saqlaydi deb bitta saqlaydi. Bo'ladi. Izini qo'yishimiz kerak, chunki men tushib ketsam do'stlar, u yoqqa tamom bo'ladi. Chunki vashi xavfli-da. U yoqqa tushib olsam, chunki o'zim shunaqa himoyali narsalar qo'yib tashladim. Mana shu yoqqa bloklar qazib, eshik qo'yib qo'yoqchiman. Grifer u tomonlardan keladi, gaplashgan tomonimizda. Bu yoqqa keladi, bu yoqqa ko'radi eshikni. Eshikni ochaman deb o'ylaydi, saqlaydi. Abotda ko'rinmas bloklar bo'ladi. Qora 6 qo'yib qo'yamiz. Qora bloklar qo'yib qo'yamiz. Eshik sekin tushib olishi, sekin salqoqlar ko'rmas bloklar tushib ketishimga eshik qo'yib qo'yamiz. Hamasku, bunaqa deb o'tirmaslarga, voy kapot, zo'r o'ylayapsan lekin. Qishloqlar o'zim hayron qoldim, bunaqa nima o'ylab topdim deb. O'sha ishni orasida almazni bloklar bor deb o'ylaydi. U yerda qora blok, shuning atletda hech nima ko'rmayapti. Bu yoqqa qizil strel qo'yib qo'yamiz. Kapot chiqaramisan, bilib turadi-yu bu qanaqaligini. To'xta, bilib turadi-yu, rostdan o'chibidi. Kim tuzoqqa almazni strelka qo'yadi? Rostdan, o'shani aytmoqman, qishloqlar kim tuzoqqa almazni strelka qo'yadi? Qiziqishga hozir olib keling qizil bloklar do'stlar. Rostdan ham do'stlar, o'xshaydimi, strelka bilmadim, lekin xafa bo'lmayman. Menda chunki birinchi marta ko'risham. Kim tuzoqqa mana shunaqa strel qo'yib qo'yadi, mana mashina deb. Hech kim qo'yib qo'ymaydi, o'shaning uchun biz qo'yib qo'yganmiz. Grifer shunaqa deb o'ylaydi. Hoppa, ana bo'ldi. Deyarli tayyor bo'ldi. Hali tayyor bo'lmabdi do'stlar. Men qora bloklar bilan keyin o'rab chiqishim kerak, chunki obvodka qilib qora bloklar bo'lish kerak. Kapot, saqlaysan kapot, sakinisan kapot, zo'r o'xshadi. Qishloqlar menga ham yoqib ketyapti. Mana qaranglar, rozan ham zo'r o'xshadi. Quyosh botyapti уже. Kelaman degan-ku. Ertaga kelaman degan. O'shancha hozir uxlaymiz. Men charchadim, lekin to'g'risi shuni qo'yibman, juda ham charchab ketdim. Ertalab keladimi, kechasi keladimi bilmadim-ku. Kapot rostdan ham. Mayli, uxlasa baribir bizga farqi yo'q. Yo'q, keladi, tuzoqqa tushadi, bo'ldi, tamom bo'ladi. To'pada o'ylaydigan qishloqlar bo'lmasa, men ketdim uxlashga. Xayr, kapot yaxshi tur, xayr qishloqlar. Keyingi kun. Ana keldim baribir. Mana keldim. Bu 13-qishloqni Grifer qilishga. Men aytdim-mi, ertaga kelaman deb, mana keldim. O'rtog'im Chichini menga bunaqa sensor qilib bergan edi. Bunaqa skaner qilib beradi. Qayerda almazlar borligini, qaysi almaz haqiqiyligini skaner qilib beradi. Yaxshiyamki shunaqa Chichir o'rtog'im bor deysiz. Grifer qilaman bu qishloqni. Nima bu almazni bloklar albatta olib ketishim kerak bo'tda. Almazni bloklarmi? Tushunmadim kim almazni blokligimni katta strelka qo'yib qo'ydi. Qaysi chindan ham qo'yib qo'yadi. Oxiri men skaner qo'yib qo'ygancha
Ha, rostdan ham alvazni bloklar ekan, bu haqiqiy ekan. Demak, shu yerda bo'lsa-ya. O, rostdan ham shu yerda demak alvazni bloklar hamma saqlayotgan. No kompot. Rostdan ham kim tuzoq bo'lsa-chi, tuzoqqa kim rostdan ham strelka qo'yib qo'yadi. Bu haqiqiy demak, Grifer kelmayman deb o'ylaganda, o, eshik bor ekan, o'sha eshikning orqasida alvazni bloklar bor demak. Voy kompot, namancha jinnalar yaxshi qo'yib qo'ygan. Nima hozir hammasini olib ketaman-ku. Qani sakraymiz bo'lmasa, ana eshikni ochamiz, hammasini olib ketamiz. O, nima? Tushunmadim. Xudodir Grifer ovozi eshitildimi? Tushunmadim nimagadir. Ertalab bo'pti endi. Mazza qilib uxlab turdim, lekin xudodir Grifer ovozi eshitildi. Yoki Grifer ovoz emasmidi? Bizdan tuzoqimizga tushdimi deyman-da, yoki bu tovuqmi ovozi? Yo'q, tovuqga o'xshamadi, lekin eshitimi ko'rinmayapti. Strelka hammasi joyida. To'xtanglarchi, hozir qazib ko'raylikchi, biz pastga keyin ko'ramiz. Davay, kirkayimni o'zim olaman, daraxt ham olamiz. Daraxtni olamiz. Chunki pastga tushamiz. Ko'rinmas bloklar bitta sakrasam ham tamom bo'ladi. Shunchaki tushib olishimiz kerak. Ketdi, ishqilib tushgan bo'lsin deyshi Grifer. Tushunma, chunki biz o'manda уже bu narsalar bo'ta lazerni ham sindiramiz. Lazer tagida tikon bo'lishi kerak. O'sha tikonni yotgan bo'lishi kerak. Qani sindiramiz. Ko'ramiz oxirgisini nima bor. Nima Grifer? Rostdan ham Grifer do'stlar. Mana qaranglar, Grifer yotibdimi, to'xtanglar. Qani qazo ko'raylik. Grifer qalaysan, Grifer ham yotishni qaranglar, Grifer tikonlar orasida. Grifer baravar chiqibsan, o'zan tuzog'imizga nima gaplashmoqchi emasmiz? Gaplashmoqchi emasmiz, hamma bilan bu tikonlarni olib tashlaymiz, qani bitta ko'raylik. Rosti kasb Grifer bo'tda yotibdi. Mayli yotsin. O'zi bilan darshan narsa olib kelgan ekanda. Bizlar bilan demak hujum qilmoqchi bo'lgan, Grifer qilmoqchi bo'lgan, oxir shuncha narsa olib kelgan. Nima bu qanadir skanermi? Bilmadim. Mayli do'stlar, men ketdim. Xullas, bugun даже tillali olmalar olib kelibdi. Bu to'sram hujum qilmoqchi bo'lgan. Bugun bizga Griferga tuzoq qo'ydi. Shunaqa juda ham zo'r bo'ladigan umiddaman, lekin men yo'qdi. Shunaqa Griferni o'zimizga Zagriferga chiqardik tuzoq bilan, o'zining usuli bilan. Xullas, endi bizani qishloqimizga kelmaydi, hammasi bloklanib olmaydi degan umiddaman. Like bo'lish, avval bo'lsangiz chiqmasan, keyingi jonda kuzatishga davom etinglar. Sabr qiling.